mahalladagi aruda bolalar mazza qilib cho'milyapti-yu. Cho'miladigan havo bo'lyapti. O'zi ko'cha ham rosa isib ketdi. Soatimizda 4:30 bo'ldi, xudo xolisa. Kecha qattiq ish bo'ldi bizda. Kechqurun soat 2 da kelganman. 2-3 kundan beri uyquni tayini bo'lmayapti. Soat 2 dan 3 da keldim kechasi. Shuna svetni o'chirib telefonlarni bezbukka qo'yib uxladim. Shu bilan obedga yaqin turdim. Uyqum bo'ldi. Ba'zi qilib dam olib turibman. Endi mana xudo xolisa ishga chiqaman, lekin ertalabga yaqin shunaqa telefon bo'lgan. Hamma telefon qilgan. Agar uxlamasdan turib, bezbukka qo'ymasdan turib dars o'ylaganimda hozir do'dir-so'dir qilib yurgan bo'lardim. Sebzor chorra xastamiz. Shundan orqaga raziyat qilib Chig'atoyga tushib, xudo xolasa ishimizni bitkazishimiz kerak. Meksika mashinasi ketdi bizdan. Kuzatib turinglar, xudo xolasa borgandan keyin nimadanligini aytib o'tamiz. Kapotingizni ochib yuboring. O'tgan Meksika 2 mashinamizga xudo xolasa yetib keldi. Hop. Gibrid motor ekan. Remellari joyida, generatori. Sizni aytishingiz bo'yicha men taxmin qilmay generatoringiz ishlamayapti deb o'yladim. Hozir tekshiramiz deb bitta zavod qilib. Simlari bo'shab ketmaganmi? Simlari yaxshi turibdi. Tabloda zamon yonyaptimi? Zamonni yoqing chiqaring. Hozir hech narsa yonmay qolganmi? Qani yoqinchi bitta ko'raymi? O'zi bu yerda moy svet, akkumulyator svetli yonish kerak. Yoqib turursin bo'ldi. Ertalab tablo yonmagandi, keyin yurdim. Dastlabkilarda. Keyin yo'l yarim shunday qoldi. Qarinchi o'tirinchi yondim endi. Yonmadimi hali? Ochib turingchi, qani bitta ko'rayman endi. Yonish kerakmi bu? Yonish kerak-ku, bu ne yonmayapti ana? Sifrlar yonish kerak. Tablodan-da shu. O'zi yonarmidi o'zi? Yo'q, ertalab shunday qoldi. Ha, bugun ertalab shunaqa bo'ldi. Signallar avvalgilar yonayotgandi, ular ham ishlamadi. Zaratga yo'q, zaratga bermayapti bizga. Zaratga bermasligini sababi предохранитель kuygan bo'lsa ham shunaqa bo'ladi. Mana akkumulyator o'tirib qolib, mana qaros qilmaganda hech qachon. Generator orqasidan ham tok chiqmayapti. Mana erib ketganini hozir tekshirib ko'ramiz nimaligini. Mana bu kuygan sizda. Chap tarafdan mana 3 qator bo'lsa, chap tarafdan eng tagidagi kuygan birinchisi. Buni olsangiz mana o'chadi. O'chdi, ko'rdingizmi? Hop. Bunda o'zi 20 talik turgan ekan, 20 talik qo'yib qo'ya qolamiz. Bitta dona qolibdi o'zi menda ham. O'sha narx qancha? 1000 so'mmi, 500 so'mmi turadi, aka? Ha, olib qo'ying. Mana ko'ryapsizmi? Tagida zapaska qo'yadigan joylari bor. Mana bu yerda zapaskalar ana. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta. Tepada ham bitta bo'sh bor ekan mana. 6 ta o'pshi qo'yib qo'yishingiz bo'ladi.
Buni zaratga beryapti endi. Boya 12 turdi-yu. Hozir 13.7 mana. 13.7. Akkumulyator emas, kerakmas. Yo. Akkumulyator ochdi, akkumulyator kuchida yurib qo'ygan. Shuni hisobiga sal pastroq ko'rsatyapti bu. Hozir akkumulyator zaradkasi to'lgandan keyin 14.4 ga chiqadi bu. Mana 13.8 bo'ldi, ko'rdingizmi? Gazda yuraman-ku. Ha, Qaq degan ovoz chiqaveradi-da. taqillaganmi? Yo, gazni ligirovkasidan bo'ladi, yo, mana shu ichi provodalaringizdan bo'ladi. Olib borgandim gazga, narsasini tozalatish kerak degan edi. Reduktoringizni tozalash kerak degan bo'lsa kerak. Xudo xolasa yarimchala hal bo'lyapti mashinamizni. Chek yonib qolgan, lekin tabloizda mana saro svet kompyuter yonib yuramidi o'zi? Qaysi? Mana chap qo'lda saro svet motoriki bor. Oranjiga yonib yuramidi o'zi? Nimadan yonib qolgan ekan, ko'rsatdingizmi o'zi? Kompyuterchiga ko'rsatishingiz kerak ekanda. Mana bu yerda bitta sizniki kuygan. Tamam 15 talik. Bu orqasida simi bor-da. Buni qarab to'g'irlatib qo'yish kerak. Ja bo'lmasa tegini olib tashlab orqasiga chiqarib yuborish kerak. Qani birinchi yozig'i bor ekan, ko'ring. Aniq esimda emas-da meni ham qaysi nimaligi. Mana bunda turganda pavorotning relay bo'lyapti. Bizga oxirgisi bo'lyapti. Oxirgisi kerak bo'lyapti. Adashmasam zamok bagaj deyapti shekil. Mana. İşlamayapti, ko'rdingizmi? Zamok bagaj ishlamaydi o'zi hozirda. Mana zamok bagaj deyapti. Center zamoklaringizdan ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydi. Mana ishlatib ko'raylik-chi. Bu prostoy bo'lgan ekan, liniyasini boshqa joydan tortib kelganda. 3 ta narsaga qarar ekan-da bu. Mana yurayotgan paytdan yurmadi, xullas, gaz bosaman to'xtab qolaveradi. Ha. O'zi ishlamas ekanda bagajingizni. Kaltini ochaman bagajni. Bo'ldi, unaqa joy yurishiga aloqador narsa emas ekan-u, lekin to'g'irlattirib qo'yganingiz yaxshi. Qaratib qo'yasiz-da. Servisga olib tushsangiz, servisda to'g'irlab yuboramiz uni. Servis qayda? Uzoq emas. G'alaba bog'ini oldida. Ha, bo'l. Hozir aterkamlarni joyiga tushirib qo'yinglar, osilib yurmasin, Nexa'ni kasali emas, joyi osilib qolish. Qani, bismillah. Xo'p, o'chirib zavod qilamiz. Zavod bo'lsa ishqal bo'lgan bo'ladi. Zavod bo'ldi, mashinani xudo xolasa. Bitta dona predahnik yurib qolgan hisobiga mashina yurmagan, zaratga bermagan, generatorlari ishlamagan. Xullas ishlari hal. Bitta qiz kirib ketyapti podezga. Ha, kirib ketyapti. Yopib qo'ydi, eshikni yopdi. Ha, yopdi. Menda qancha bo'ladi aka? Sizdanmi? 150 ming bera qoling, oka. 150 ming. Ha, bor oka, kart raqamni tushirib bersam bo'ladi. Ko'rib turganingizda Olmazor tumanida, Chig'atoyda Nexia 2 mashina zavod bo'lmay qolgan. Mana keldi, xudo xolis ishlarini
kelishtirilgan narxlarda bitkazib berdi. Lokatsiya tashlaganlarida 307 kilometr ko'rsatdi. Eng qiziq joyi yana nima bilasizlarmi? Eng qiziq joyi ertalab akkumulyator zaryadkasi tugab qolgan bu mashinani. Perikut qilgani chaqirishgan, perikut qilgani kelganda 150 ming so'm pul so'ragan ekan. Shu 150 ming so'm. Men kelib ayblarini ko'rib to'g'irlab, perikut qilib, zaryadkalarni o'lchab, zamekanasi bor yo'lig'ini ko'rib 150 ming so'm so'radim. Okamiz xursandlar, rahmat aka deb xursand bo'lib xayrlashdilar. Mana shunaqa Olmazor tumanida mashinalar o'chib qolsa, avvalambor o'chib qolmasin, buzilmasin. Mabodoga shu o'chib xizmatimiz kerak bo'lib qolsa, Olmazor tumani, Yunusobod, Mirzo-Ulug'bek, men shu atroflarga ko'proq yuraman. Kelishtirilgan narxda qilib beraman, oldinlarga tez yetib boraman. Boshqacha bir kontentni olishdan oldin men o'zimni qaysi tumanlarda yurib, qaysi tumanlarga xizmat ko'rsatayotganimni yaxshilab mana shu tumanlarda ko'proq yuradigan, tumanlarda yashaydigan sho'prokkalarimizga o'rgatib olsam, keyin boshqa bir chiroyli xudo xolos kontentlar olib chiqamiz. Podpiska bo'lib, kuzatib, tanishinglarga tashlab xizmatimdan foydalanayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, kuzatishda davom etinglar.